Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda Wuhan virusi haqidagi uchurlar davlat maxfiyatligiga yotadiganligi bildirildi. Germaniyadagi turk tashkilotlari va turk jamoatlari orasida Uyg'urlarga yordam berish to'lqini ko'tarilmoqda. Xitoy Amerikani vahima paydo qilish bilan aybladi. O'rta Osiyo va Amerika tashqi ishlar ministrlari yig'ini ochildi. Tövəndə dehtamlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay hökuməti Wuhan virusunun Şərq Türkistanğa tarqalishi ahvoli haqida uçur məlumatlarning davlat məxfiyyətligiga yotadiganligini oshkor qilgan. Xitoyning Wuhan virusi sababli Uyg'ur vaziyatining xalqaro qaytadan qiziq nuqtaga aylanib qolishidan qattiq andish qilayotganligi ilgari surilmoqda. Navbatda Wuhan virusi tarqalishining tezligi, o'lim xatarining zo'rligi va texicha davosi topilmasligidagi vahimasi bilan dunyoning hamma yerida aloqador tarmoqlarni jiddiylashtirmoqda. Virus qarta qo'llanayotgan tadbirlardan biri keng ko'lamli uchur o'rtaqlashish. Bu orqali kishilarning virus qarta sezgirligini oshirish, mudofaalash fursatini yaratib berish va xalqaro hamkorlikni shakllantirishdir. Ammo Xitoy doiralarining bo'libmi Sharq Turkistonda bu iqlimga moslashmayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Navbatda Amerikada tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan doktor Mamat Emin bu xil uchurlarni yushirishning meditsinada to'g'ri tadbir deb qaralmaydiganligini ta'kidlash bilan birlikda bu xil uchur kontrolligining kishilarni kasal optiga qarta bexutlashtiradiganligi va mudofaadan mahrum qoldiradiganligini ilgari surdi. Aqto'y noyasidagi jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazining xodimlari Wuhan virusidan yuqumishning oldini olish uchun nahiyada 7 xizmat guruhi qurilganligi va bir qator tadbirlarni qo'llanayotganligini oshkorlagan bo'lsa-mu, ammo hozir qadar qancha bemorning bayqalganligi va qaysi doktorxonada tekshirilayotganligi haqida ma'lumot bermagan. Urumchidagi aloqador xodimlardan biri bu uchurlarning davlat maxfiyatligiga yotadiganligini oshkor qilgan. Doktor Mamat Emin Xitoyning Sharq Turkistonda Wuhan virusi haqidagi uchurlarning atalmish davlat maxfiyatligi qatorida ko'rishining sabablari ustida to'xtalib, Xitoyning asosligi Wuhan virusi uchurlari orqali Uyg'ur vaziyatining xalqaro sahnasida qaytadan qiziq nuqtaga aylanishidan andish qilayotganligini ilgari surdi. 2 fevral kuni Germaniyaning Shimoliy Veyju shtatidagi fidoyi onalar bilan Sharq Turkiston informatsion markazi, Ehson Kilish apandi, Shabon O'zbek apandi, Maryam Kegash xonimning o'rinlashtirishida Germaniyaning Bielefeld shahrida Saxovat bozori nomida Sharq Turkistonlik yetim bolalar uchun iona to'plash faoliyati o'tkazildi. Faoliyat boshlanganda fidoyi onalarning vakillari so'z qilib, har vaqt Sharq Turkistonning va yetimlarning yanida bo'lganligini bildirdi. Tashkilotchilarning taklifiga binoan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso so'z qilib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvolini xulosaladi hamda onasining jazo lagerida vafot bo'lganligini bildirdi. Shundaqla Uyg'urlarning tarixda misli ko'rilmagan bir zulm va irqiy qirg'inchilikqa duch kelganligini ta'kidladi va turk xalqining Uyg'urlarni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi. Echilish murosimidan keyin Kanal Yevropa programmani naq maydondan tarqatdi. Barliq qatnashchilar qo'lidagi ko'k bayroqni pulanglatib, zalda ko'rkam manzarlarni namoyon qildi hamda zaldagi barliq kishilarni hayajonlantirdi. Sharq Turkiston informatsion markazining yoshlar mas'uli Abdusalom Rasul so'z qilib, u nutqida oldi bilan Sharq Turkiston informatsion markazining Uyg'ur televiziyasining xizmatini tushuntirdi hamda Jallod Xitoyga qarshi eng cho'ng qoral axborot vositasi, axborot vositalari orqali tamomlagan xizmat hozirgi eng cho'ng kurash dedi. Shundaqla hammalarning Sharq Turkiston va Sharq Turkistonlik yetim bolalarni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi. Har xil sahna o'yini bu programmaning yana bir yorqin nuqtasi edi. Faoliyatga qatnashuvchilar har xil yemekliklarni hozirlab kelib, naq maydonda setib, yig'ilgan pullarning hammasini Turkiyadagi yetim bolalarga iona qildi. Faoliyatga har soatdan kelgan 1000 kishi qatnashdi. Ular faoliyatdan mamnun bo'lganligini, undan keyin Sharq Turkistonning vaziyatiga texnik yaqindan diqqat qiladiganligini bildirishdi. Bu faoliyatning intoyin ahamiyatli va ta'sirli bo'lganligi haqida to'xtalgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandi, bu xil faoliyatlarning bundan keyin texnik keng ko'lamli shaklda o'tkaziladiganligini bildirdi va ajr singdirgan hammalarga rahmat etdi. Xitoy Amerikani vahima paydo qilish bilan ayblab, bir qism davlatlarning yordam qilganligini maqtadi. Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan tojismon virusining tez sur'atda dunyoga tarqalishi kishilar orasida qattiq vahima paydo qilmoqda. Amerika tunji bo'lib bu virus qarta mudofaa tadbirlarini o'tirib qo'ygan davlatlarning biri bo'lib, Wuhandagi fuqarolar va diplomat xodimlarini chekindirishi, Xitoy fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklash qatorliq tadbirlar bilan birga yana 14 kun ichida Xitoyda turib qolgan chet elliklarning Amerikaga kirishini rad qilgan. Amerikaning yangi belgilamasi Amerika sharq qismi vaqti 2 fevral tushdan keyin soat 5 dan boshlab kuchga ega bo'lgan. Mazkur belgilamaga asosan o'tgan 14 kun ichida Xitoyda sayohat qilgan Amerika fuqarolari Amerikaga yetib kelganda faqat belgilab berilgan 8 nuqtalik aerodromga qo'na oladiganligi, o'tgan 14 kun ichida Xubeyga borgan amerikaliklarning 14 kun majburiy ayirib qo'yildiganligi, Xitoyning boshqa joylariga borgan kishilar bo'lsa, aktivlik bilan salomatlik tekshirishni qabul qilish qatorliqlar ta'kidlangan. Shuning bilan birga o'tgan 14 kun ichida Xitoyga borgan Amerika fuqarosi bo'lmagan kishilarning Amerikaga kirishi rad qilingan.
Amerika fuqarolarining bevosita tuqqanlari, mangulik o'ltiraqlish huquqiga erishganlar va aeroplan xodimlari buning sirtida ekan. Amerikaning bu tadbirlariga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 3 fevral tunji qatim to'g'rida o'tkazgan muxbirlarning kutilish yig'inida bir qism davlatlarning, bo'libmi Amerikaning Xitoydagi yuqumlish ahvoliga qarata haddidan ziyoda inkos qaytarib, haddidan ortiq tadbirlarni qo'llanganligini, Amerika hukumatı hozirgacha Xitoy tarafga hech qanday amaliy yordam qilmaganligini, tunji bo'lib Wuhandan konsulxona xodimlarini chekindirib chiqqanligini, tunji bo'lib diplomatiya xodimlarining bir qismini chekindirishni o'tirib qo'yganligini, tunji bo'lib Xitoy fuqarolarining chegirdan kirishiga qarata cheklash tadbiri qo'llanganligini, o'zliksiz vahima paydo qilish va tarqitishda yomon bir boshlamchi bo'lganligini, Amerikaning tadbirlarining Dunyo sahiyat tashkilotining qaroriga zid ekanligini ta'kidlab, Kanadaning Amerikaga agashmasligi, Xitoylarning va Xitoyga borgan kishilarning chegirdan kirishini cheklamaslik kerakligini bildirib, yuqumli virus tarqalgandan buyon bir qism davlatlarning o'xshash bo'lmagan shaklda Xitoyni tushunadiganligi va qo'llaydiganligini bildirganligini, 2 fevral kunigacha Koreya, Yaponiya, Angliya, Fransiya, Turkiya, Pakistan, Qozog'iston, Vengriya, Iran, Belorussiya, Indoneziya qatorliq 11 davlat va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bolalar fondi jamiyatining iyon qilgan moddiy buyumlarining Xitoyga yetkazib berilganligini alohida ta'kidlagan. O'rta Osiyo Amerika Tashqi ishlar ministrligi yig'ini O'zbekiston poytaxti Toshkentda ochildi. Mazkur yig'inga Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, Qozog'iston Tashqi ishlar ministri Muxtor Tiloverdi, Qirg'iziston Tashqi ishlar ministri Chingiz Aydarbekov, Tojikiston Tashqi ishlar ministri Siroqiddin Muhriddin, Turkmaniston Tashqi ishlar ministri Rashid Meridov va O'zbekiston Tashqi ishlar ministri Abdulaziz Kamilov qatnashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotiga asoslanganda, yig'inda tashqi ishlar ministrlari rayonlik xavfsizlik va hamkorlik masalalari bilan Afg'onistonning navbatdagi vaziyati to'g'risida o'zaro fikr almashtirgan. Ministerlar 2015-yilda Samarqandda boshlangan O'rta Osiyo Amerika Tashqi ishlar ministrlari yig'ini shaklining o'zaro manfaatlarga tayangan hamkorliklarni qo'llash va kengaytirishning yangi va unumli mexanizmi sifatida o'zini isbotlaganligini ta'kidladi. Ministerlar yig'inda yuqori saviyalik munosabatlarning izchil va muqim taraqqiy qilayotganligini eskartish bilan iqtisod, energiya, qatnash, transport, muhit va xavfsizlik masalalarini o'z ichiga olgan rayonlik taraqqiyotning yangi masalalarini hal qiladigan hamkorliklarni muhokama qildi. O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan Amerika o'rtasida iqtisod va xavfsizlik sohalarida ko'p tarafli hamkorlik mexanizmi sifatida qurilgan asosiy kun tartib iqtisodiy taraqqiyot, rayonlik hamkorlik va xavfsizlik masalalarini o'z ichiga oladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.